kaft orqali qo'shish ko'rdinglar, отпечаток pals orqali qo'shish ko'rdinglar. Endi bu safar men sizlarga yuzi qanaqa qo'shiladi o'shani ko'rsataman. Odatiy holat, yana o'sha administrator parolini kirgizasiz. Administrator parol kirgizdik. Har doimgidek birni bosamiz, administrator 2 odam qo'shamiz. 2 da 100 qo'shiladi. Yuzingizni 80 santimetrdan 120 gacha bo'lgan masofada boshingizni tushiring deyapman. O'zingiz diktovat qiladi. Chap tarafga burilasiz. Ana, qo'shildi. Masofa 80 santimetrdan 120 santimetrgacha bo'lishi kerak. Sizga qulay holatda qurilmaga to'g'rima-to'g'ri joylashgan holatda o'zi hammasini aytib turadi. Chap tarafga, o'ng tarafga, tepaga, pastga va qo'shiladi.